Bakr ibn Abdullohdan rivoyat qilib aytadilar, bir podshoh bor ekan, huzurida yaxshi majlislar bo'lib turar ekan. Ana shunday ko'pchilik yig'ilib majlislar bo'lib turgan paytda bir odam bor ekan, turib yurib borib podshohni to'g'risiga turib baland ovozda ahsin ilal muhsini li ihsanihi va ammal musii'u sayakfihi isaatuhu der ekan. Hamma qoyil qolishar ekan. Hech kim endi gapira olmay turgan podshohning oldida u odam boradi, chaqdan to'g'risiga turib olib podshohga nasihat qilyapti. Gapining ma'nosi nima? Yaxshilik qilganga yaxshiligi uchun yaxshilik qilgan podshoh. Yomonlik qilganni yomonligi o'zini boshiga yetadi degan gapni biz endi erkinroq tarjima qilyapmiz. Demak, podshohga nasihati shu yaxshilik qilgan odamlarni bir mukofotlab, yaxshilikka chorlab turgan. Yomonligini mayli jazolamasang ham, yomonligi o'zining boshini yeydi degan gapni har kuni aytar ekan. Har majlisda aytar ekan. Bunga bir hasadgo'yni hasadi kelar ekan. Shuni o'rnida men bo'lib qolsamidan. Bu badbaxt har kuni hammani qoyil qilyapti, podshohning e'tiborini tortgan. Deb shu jizg'anay bo'lib yurib bir reja tuzibdi. Podshohga borib aytibdiki, podshohim o'sha haligi oldingizga chiqib gapiradigan bor-ku, ha. Sizni yomonlayapti. Nima deyapti? Podshohning og'zidaqa sassiq og'iz yo'q dunyoda. Podshohning og'zi sassiq deyapti. Qanaqa qilib isbotlaysan bu gapingni? Desa, oson. Oson. Yana bir kelganda chaqirasiz. Bu yoqqa kel oldimga, senga gapim bor deb oldingizga kelishga majbur qilasiz. O'shanda u burnini bekitib keladi, qarab turasiz debdi. Podshoh anaga uni gapiga uchibdi-da, bo'pti. Men unga ko'rsatib qo'yaman debdi. Keyin majlisda oldimga kel deb chaqirib, qulog'ingga gap aytaman deb mana qilib ketdi. Desa, haligi gap to'g'ri ekanda deb qog'oz qalam olib kelibdi-da, yozibdi. Palonchi valiga mana shu maktubni olib borgan odamni so'yib, terisini shilib, ichiga somon tiqib menga yuborgan deb imzo qilib, nimaga solib, mana senga palonchi valiga bor debdi. U podshoh odatda faqat haligi gapni o'rnidan faqat mukofot yozar ekan, unaqa jazo yozmas ekan. Podshohdan kim xat oldi, mukofot bo'lishi aniq ekan, u butun dunyoga mashhur ekan. Haligi xatni olib xursand bo'lib ketyapsa, haligi hasadchi yo'ldan chiqibdi. Ha, og'ayni. Bizga ham podshohdan bir xat tegib qoldi. To'xta. Nima bo'ldi shunaqa? Yaxshi odamsan, shuni menga ber debdi. Yo'q desa, yo'q, menga ber, sen ham bir yaxshilik qil deb, xullas gapini gapirib, boshqa qilib haligi xatni oldi. Olib, enaga valiyning oldiga borsa, xatni o'qib ko'rib, meni jallod chaqirdi. Dod-voy, bu menga emas edi, falonsizga desam, unamasdan terisiga somon tiqtiribdi. Ertasiga podshoh majlis qilsa, haligi oldiga gapiradigan yana kelayotganimiz. Qarab, xat nima bo'ldi debdi. Xatni debdi, palonchi yo'limni to'sib, shu iltimos qilib, yig'lab turib oldi, ko'nglim erib ketib, unga hadya qilib yubordim debdi. Degan ekan, o'sha aytuvdi menga debdi. Podshohning og'zi sassiq degan sani deb aytuvdi. Shuning uchun men falon ishni qiluvdim. Nimaga o'shkuni unaqa qilib burningni bekitib kelding? Degan ekan, burnimni emas, og'zimni bekitib keldim men. O'sha odam meni oldimga, sizni oldingizga kirishimdan oldin bildirmasdan samsoqqa yegizib qo'ygan ekan menga. O'sha haligi terisiga somon tiqilgan. Shundan siz chaqirganingizda uyalganimdan dimog'ingizga meni og'zimdan samsoq piyozni demak hidi kirmasin deb og'zimni bekitib keldim men. Deganda haligi gaping yuzaga chiqdi. Yomonligi o'zini boshiga yetdi degan ekanlar. Imom G'azoliy mana shu demak rivoyatni o'zlarini Ihyo Ulumuddin kitoblarida keltiradilar. Shuning uchun har bir banda mana shu holatni o'ylashi kerak. O'zi hasad qilib birovga choq qazisa, avvalo o'zini tushish xavfi bor.